Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Xorazm viloyat hududiy bo'limi va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy bo'limi ijodiy xodimlari buyuk hofiz, betakror ovoz sohibi, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston va Tatariston xalq artisti, davlat mukofoti sovrindori Otajon Xudoshukurov qabrini ziyorat aylab, uning haqqiga Qur'on tilovat qildilar. Zero bu dunyodan o'tganlarni eslash, ularni xotiralash bizlarning insoniylik burchimizdir. Ilohim Otajon og'ani yotgan yerlari yorug', joylari jannatdan bo'lsin. Otajon ustozimizning ruh paklariga, Bosham onamizning ruh paklariga boshiga qilamiz og'aynilar. Xudoyim joylari jannatlarda yurgan bo'lsin. Keyinda qolgan siz u bizning shohidlarga, eli yurtimizga, O'zbekistonimizga dilakchi qo'ldochi bo'lib yotgan bo'lsin. Mana shu Norinjon buvoni chor atrofida yotgan o'g'ilsiz, qizsiz, beva, bechoralarning, saqila kabiralarning ruh paklariga, o'g'li qizi bo'la turib, buaga muhtoj etgan bandalarning ruh paklariga boshiga qilamiz Xudoyim. Xudoyim joylarini jannat, imollarini bar salomat etdi Xudoyim.